Buni men qayerdan bilaman? Bu ham mening tajribam, qizlar. Men oldin negativ nomer 1 edim. Men bilan hech kim gaplashgisi kelmasdi. Men jabrdiydo edim. Hamma yomon, ota-onam, adam meni urgan, onam menga mehr bermagan, erim xiyonat qildi, boshqasiga ketib qoldi, meni sevmaydi. Men mana shunaqaman, meni eshikda ishlatadi. Faqat men ishlab pul topishim kerak. Gazga men to'layman, svetga men to'layman, produktlarni men qilaman. Mana shunday bechoraman deb yurardim men. Mana shunday bir nishastniy oltin xonim edim. А несчастный odam никому не нужен. Даже несчастная мама никому не нужна. Baxtsiz ona ham hech kimga kerak emas. Ona deymiz-ku biz, lekin onang baxtsiz bo'lsa bor-ku, sizni qoningizni ichoradigan bo'lsa oxiridachi ayta olmaysiz hech kimga, lekin ichingizda mana shu xotin shunday meni qonim ichyapti. Qachon qarasang yig'lab o'tiradi, qachon qarasang muammasini aytib o'tiradi, charchab ketdim deysiz-ku. Bor-ku mana shunaqa onalar, tan olinglar, hamma ona ham baxtli emas-ku. Tushundingiz? Men ham mana shunday edim. Bilimni olgan undan oldin hamma bilan urishardim. Opalarim bilan hammaga tipa ya prava, они не правы. Ular menga, oltin, sen men so'ylashga shatiram. Negativsinda, anaqa. Hammamiz duximiz sindirib, sen bilan gaplashishimiz kelmaydi. Dirdi. Meni bitta o'zim mendan chiqayotgan zahar bor, ana negativchi, hammasini duxini o'tirib qo'yardi-da. Ular keyin meni chaqirmasdi. Shuni chaqirmaylik gapga qamadik deb qo'yaveramiz, bo'ldi, kelmasin deydi. Ularda ayb yo'q, ayb menda. Они не хотели со мной общаться. И на это они имеют право. Men bilan gaplashgisi kelmagan, bunga ularning haqqi bor. Потому что men неприятная, негативная, вечный проблемасini aytib o'tiradigan, mana shunday negativ inson bo'lganman, tan olaman. Va mana shundan men g'ururlanaman. Shu o'sinday oltindan mana bunday oltinga aylanib ketganim uchun. Siz shunday qila olasizmi? Men qila oldim-ku. Men qila oldim. Men haligacha agar aqlim bo'lmaganda men ular aybdor, ular yomon, ular unaqa, ular meni tushunmayapti deb turib haligacha 55 yilgacha ular bilan urushib o'tirgan bo'lardim.